Bu ishlab chiqarib turgan arabalarning sifatlimi deb ko'pchilik savol beryapti. Usta aka, ikkinchi etajdan arabani oting sifatini tekshirib beramiz. Yo, bismillah. Nima bo'lsa bo'ldi, mana hisoblariga ham ana bunday qilib urib beramiz. Hech narsa bo'lmaydigan mahsulotdan bo'ladi, qadrli do'stlar. Eng arzon, eng sifatli joydan bo'ladi. Nimaga arzon, sifatsizmi degan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bitta ko'rsatamiz. Listi qirqadigan apparat ham o'zimizda bor. Ya'ni listi bukadigan apparat ham o'zimizda bor. Hamma instrument, hamma apparatlar o'zimizda bor. Shuning uchun narx arzon bo'ladi boshqa joylarga qaraganda. Ya'ni boshqa ishlab chiqaruvchi akalarimiz ham listlarni o'zimizda turlatib, o'zimizda bukib olib ketishadi. Eng zo'r, eng arzon zo'r joyini topib qo'ydim. Ya'ni zavodini topib qo'ydim. Assalomu alaykum usta aka. Charchamayapsizmi? Tanjoni sog'. Ozgina vahima qo'ydik, rozi bo'lasiz. Xo'sh, arabalarimiz. Faqat bir xil ekan, standart. Haligi bir xilga joylarda qaranglar, mana bu ushlaydigan qismlari turbanadan ham tayyorlanishyapti. Endi 3-4 so'm arzon bo'lsin deb. Mana bu balonlari haligi mashina balondan, bundan tashqari miroviy balondan ham tayyorlashyapti. 3-4 so'm arzon bo'lsin deb. Lekin bu ustalarimizda hammasi bir xil standart. Uncha-munchasiga qarashmaygan, zo'r. Qanaqa bo'lyapti endi bular? Mana ushlaydigan joylari ham konteynerda o'zi maxsus. Hammasi konteyner ruchkasidan qilingan. Bu degani umrbodda endi bu, to'g'rimi? Ha, ancha qalin, yaxshi. Qancha yuk ko'taradi usta aka? Ko'taradi aka 5 oy. Qancha endi? Ko'tarsa kerak. 400-500 kiloni ko'taraveradi, ha? Ko'taraveradi. Ya'ni inson qodir bo'lgancha yukni olsa bo'laveradi. Bemalol ko'taraveradi. Chunki bu buyum, temir. Svarkalari-chi, svarkalar o'chmasligi, ko'chmasligiga. Svarkalari yaxshi aka. Kafolat bor. Kafolat bor. Xudo xolasa. Qarang, endi necha pul qilib qo'ydik buni xalqimiz uchun. Aka, Ramazon oyi munosabati bilan 400 mingdan qilib beramiz. Dastavkalarni ham kelishilgan holatda qilib beramiz. Mana boshida aytdik, xaridorlar nimaga arzon, sifatsizmi degan savollarga. Haqiqatan ham boshqa joylarda eng arzoni 430 ming so'm qo'yilgan arabalarimiz hozirgi kunda 400 ming so'm. Plus bu sifatiga ko'ryapsizlar, konteynerda maxsus o'z ruchkasidan va skuter balondan. Skuter balon ozgina qimmat yuradi boshqa joylarga qaraganda, ya'ni boshqa balonlarga qaraganda. Buning sababi o'ngga chapga, ya'ni muvozanatni yaxshi ushlab turadi, ko'proq xizmat qiladi. Haligi mashinalarda baloniga qaraganda, to'g'rimi usta aka? Shunaqa. Yashang. Bundan tashqari dastavkasi qanaqa bo'ladi endi? Aka, dastavkasini ham kelishilgan holatda qilib beramiz. Vodiyga bo'lsa, misol. Vodiyga bo'lsa, ustalarimiz borda, imorat qilmoqchiman deydi. Mana shuni hozir bir kunga bir 5 ming, 10 ming haligi arenda chiqarar ekanda. Ha, bo'ladi. Imorat qilmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, birdaniga shu uyimda bit kirguncha 2 ta araba kerak, olib qo'yaverayman, undan arzon tushadi deydigan akalarimiz bo'lsa, olib borib beraverasizmi 2 ta olsa? Ha, kelishtirib beramiz aka. Tushunarli. Bundan tashqari konteyner mahsulotlaridan tayyorlangan hamma buyumlarimiz bor bu yerda. Mol oxir, qo'y oxir va yarim tayyor holatlari. Bularimiz qanaqa bo'lyapti endi? Qo'y oxirlarimiz. Qo'y oxirlarimiz shu tayyor holatini 230 mingdan qilib beramiz. Nechiga nechi razmeri? Uzunligi 2 metr. 2 metr. Tushunarli. Endi 2 metrdan qisqa va 2 metrdan uzunlari ham bor. Ha, ularni ham tayyorlab beramiz. Zakaz bo'yicha Toshkentda ham do'konimiz bor. Toshkentda ham bor. Do'konimiz bor. Bu joyimiz optim joy. Optim joy. Mashalloh, yashang. Bularimiz-chi endi mol oxirlar, ha bular? Mol oxir. Bular qanaqa? Aka, bularimizni 320 ming qilib beramiz. Razmeri necha endi? Razmeri uzunligi 2 metr. 2 metr. Zo'r. 300 qancha dedik? 20 ming. 320 ming so'm. Ya'ni ikkita molga bemalol bo'laveradi. Bo'laveradi bemalol. Zo'r, yashang. Bularimiz endi kichkina qo'y o'g'illarimiz. Mana bularimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha buqa boqadigan aka-uka opa-singillarimiz uchun juda ham arzon, qulay varianti, ham atala qilgani qulay, tezroq pishiradi. Nechtalik endi bu qozonlarimiz? Atala qozonlarimiz 450 litrlik. 450 litrlik. Necha pul qilib berasiz hozirgi kunda buni? Aka, 850 ming qilib beramiz, kelishtirib beramiz. Yana kelishtiradigan xonalari bor. Endi ishlab chiqaruvchi emas-u yoki imorat qilmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun karetalarimiz. Kichkinasi, xolasidan kattasi. Bularimiz qanaqa? Necha litr o'sha restoranlar yoki bo'ladi deylik? 1.20 ga 2 metr uzunligi, narxini 540 ming qilib beramiz. Ana shu bitta labuga sig'adigan razmerda. Bitta labuga tushadigan. Tushunarli. O'sha arenda beradigan akalarga rosa mos. Qancha dedik buni? 540 ming. 540 ming so'm. Bizni kanal nomidan chiqsa yana bu o'tiladi, xudo xolasa. Yashanglar. Mana bu yerda endi pres yutadigan maxsus jom deymizmi, nima desak bo'ladi bularda. Nechta pres sig'adi endi bunga?
Aka bu eng katta razmeri hozir bitta pir sig'adi, ikkitasi sig'may qoladi, 1,5 ta pir sig'adi. 1,5 ta pir sig'averadi. Razmeri eng kattasi shu. Tushunali. Bularimiz necha puldan endi? Aka bularimiz 370 kelishtirib beramiz. Boshqa joylarga qaraganda arzon. Arzon. Agar mana bu joyda 350 ekansa, siz ham beraverasiz, ha? Shunaqa qilib beraveramiz. Agar razmeri shunaqa bo'lsa, Tushunali. Xat ishlab chiqarish razmeri xuddi shunaqa bo'lsa, narxi yana kelishiraveradi mana. Qadrdonlar, bundan tashqari bitta narsaga e'tibor beramiz. Bularga to'xtaldik. Mana undan bitta oling usta aka. Bir dona listdan. Hozir listalarning eng sifatli joyini ko'rsataman. Faqat sizlar bittadan laykni bosib qo'yinglar. Boshqa akalarimizga, endi konkurentlarimizga bitta narsa mana. Mana boshqa lista ishlab chiqaruvchi akalarimiz mana shunday paddoniga shunday mahsulot qilishyapti. 4 tali list qo'yib, qancha deyishyapti? 650 ming so'mgacha sotishyapti. Endi bu ustakalarimiz shu lesalarimizni o'zimizdan chiqsin, optim chiqsin va sifatli chiqsin deb listni o'rniga mana bunday qovurg'ali profildan qilishyapti, ya'ni konteynerdan. Mana aytganimizdek, hamma instrument, hamma nima deydi? Uskunalar borligi uchun bu yerda arzon chiqqanligi uchun mana shunday qovurg'ali profil qo'yishyapti ekan. Narxiga ta'sir qilmaydi, faqat eng sifatlisini insonlar bilsin, ko'proq ishlasin degan maqsadda. O'zi aslida mana shu listni o'zidan qo'yilyapti turganda. Hozirgi kunda bu list emas, mana bunday qovurg'ali profildan qo'yilyapti mana. Mana bu yerda ham bor ekan. Mana bir dona ko'rsatamiz, qadrdonlar. Mustahkamligi ham ancha mustahkam, listlar qalilligi 1.7 mi yoki bu 2 mi? 2 aka. 2 stenkada ekan. Zanglamaydi, chirimaydigan mahsulot hisoblanadi. Xo'sh, listalarimizda ham optim narxga berilaveradi. Berilaveradi aka. Qanaqa bo'lyapti? Razmeri nechiga nechi? Aka lisamiz 2 metr lisamiz. Bu lisamizni Tashlab oling buni. komplegini 620 ming qilib beramiz. 620 ming so'm. 620 ming so'm qilib beramiz. Boshqa joylari bilan bir xil, faqat Ha, shu mahsulotda, sifatida farq bor. profilda farqi bor paddonida. Keyin qarang, menga buni ko'k rang emas, boshqacha rangni sapib bering desa ham Rangini ham o'zgartirib beraveramiz zakazga qarab. Tushunarli. Nechta olganga dastavkasini tekin qilib berasiz? Necha komplekt olganga? 20 komplektdan ko'p olganga aka dastavkasini vodiy bo'lib tekin qilib beramiz. Tushunarli. Vohadagi akalarga ham Toshkentda do'konimiz bor, bemalol aloqaga chiqishaveradi. 20, 25, 30 olsa ham, ularga ham xudo xolasa imkon qadar. Ro'zani kunida turibmiz akalar, haqiqiy optim joyidan bo'lyapti, tekin qilib berishaveradi. Akalarimizga haligi 3-4 so'm mayli deydi. Mana hamma instrument bor. Bu instrumentimiz, apparatimiz oddiy listni profil holatga keltiradigan apparatimiz. To'g'rimi? Shunaqa. Tushunarli. Bugun manzilimizni bitta eslataylik endi usta aka. Manzilimizda. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kaminterin qishlog'ida. Kaminterin qishlog'ida. Qaysi edi u kollej? Bu Met kollejdan shunday soy bo'yidan ichkariga 500 metr kirib kelganda o'zi mana shu yerda shu do'kon. Eng katta orientir Met kollejda orqasidagi zdaniya deymizmi yoki ustaxona deymizmi? Mana shu joyga bemalol akalar tashrif buyurishlari mumkin. Mabodo kelish imkoniyati yo'q aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, eng sifatli mahsulotlarni pastdan shu ustalarimizning nomerini qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, buyurtma qilib uylaringgacha ogizda olib borib olishlaring mumkin. Dastavkalari endi 2 taraf olaman siz vodiyga tekinga qilib beradi, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Bu videolarimiz sizlar uchun foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan laykni bosinglar va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yinglar. 2026-yilda imorat qilmoqchi bo'lgan yoki mana shu mahsulotlarga ehtiyoji bor aka-uka opa-singillarimizga bittadan bu videodan jo'natib qo'yinglar. Imkon qadar Telegram kanallarga, ya'ni Telegram guruhlarga tashlab qo'yinglar. Salomat bo'linglar, charchamanglar, tanijoylar sog' bo'lsin, doimo yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz mana shunday musaffo bo'lsin. Salomat bo'linglar.